Samarqandda qog'oz shahri deyishadi. Aynan nega bunaqa deyishlarini hozir birgalikda bilib olaman. Menga buni bilishda Sevara opam yordam beradi. Assalomu alaykum. Birinchi qatdan boshlaymiz. Mahsulotlarni saralab olishdan boshlaymiz. Demak, ketdik. Jarayon mana shu yerda boshlanadi. Birinchi tut daraxtlarini, shoxlarini tayyorlab olamiz. Ularni kerakli o'lchamda kesib olamiz, ya'ni 40 sm, 50 sm. Va ko'rib turganingizdek, bular tozalangan. Aslida ularning postlari juda qalin bo'ladi va ularni orqada turgan qozonlarda qaynatamiz. Qog'ozlar tut daraxtdan olinishini bilmagandim. Siz bilarmidingiz? Men endi bilib oldim. Keyingi jarayon esa mana shu yerda boshlanadi. Mana ko'ryapsam, qaynatib olganimizdan keyin ularni po'stloqlari juda ham yumshoq bo'ldi. Ajratishga juda ham oson, tortsang va biz po'stloqlarni ajratib olganimizdan keyin ularni suvga solamiz. Suvga solganimizdan keyin ular yanada yumshoq bo'lishadi va bizga xolamiz yordam beradilar. Ko'ryapsan, postlarini va undagi qoldiqlarni shilib tashlaydilar va shilib tashlagandan so'ng bizga ichki qismi kerak bo'ladi. Mana ichki qismi juda ham toza va silliq bo'ldi va biz buni keyin qaynatib olamiz. Bu nima? Postloqlarni mana shunday katta qozonda qaynatib olamiz va ularni ozrog'ini olib ochib qaraganimizda ichida ko'plab tolalarni ko'ramiz. Va shu uchun ham ipak qog'ozlar deb nomlaymiz. Bu tegirmonmi? Bu suv tegirmoni. Suv yordamida harakatlanadi va mana bu tishchalar yordamida keyingi taxtaga zarba beramiz. Va shuning natijasida ichkaridagi mahsulotni urib, uni xamir holatiga keltiramiz. Va bu barchasi elektr va gaz yordamida emas, balki suv yordamida hosil bo'lyapti. O'z ko'zim bilan ko'rmaganimda ishonmasdim. Va mahsulotlarni mana shu yerda urib, xamir holatiga keltiramiz. Endi bu yerda suvni siqishadi-ya. To'g'ri. Keyingi jarayon qayerda? Ketdik. Bu yerda nima qilasizlar? Xamir holatiga keltirgan mahsulotimizni suvga solib, bo'tqa holatiga keltiramiz va elak yordamida uni elab olamiz. Mana qarang. Elaganimizdan so'ng ortiqcha suvlar chiqib ketadi va mana bu yerda juda ham silliq, ingichka qog'oz paydo bo'ladi. Zo'ru. Men bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Tayyor bo'lgan mahsulotni mana shu yerga paxta matolarining ustiga chappa qilamiz. Va mana oddiy paxtali mato bilan ustini o'rab qo'yamiz. U tarkibidagi suvlarni shimib olishi uchun. Bu yerda nima qilasizlar? Keyingi jarayonda katta toshlar bilan mana shu biz hosil bo'lgan qog'ozni bosamiz va keraksiz suvlardan ajratamiz va tekis bo'ladi va suvlardan ajraladi. Keyin esa qog'ozlarni matolardan ajratib olib, ularni tekis joylarga yopishtirib quritamiz. Mana bu hosil bo'lgan qog'oz, lekin u hozir nam va buni mana shu yerga yopishtirib, quyoshda 4 soat yozda quritamiz. Qishda esa 10 soat quritamiz. Mana hosil bo'lgan qog'ozimiz, lekin ko'ryapmizki, u tekis va silliq emas. Shu uchun keyingi jarayonda buni silliqlaymiz. Jarayon hali davom etyapti. Bu buqaning shoximi yoki sigir shoximi? Bu buqaning shoxi. Va keyingi jarayonda qog'ozlarni silliqlaymiz. Demak, bizga chig'anoq, marmar yuza kerak bo'ladi va sigir shoxi. Va mana shu qog'ozlarimizni har tarafini 15 daqiqadan silliqlab olamiz. Qattiq bosib, qattiq bosganimizdan keyin ular silliq va yengil bo'ladi. Mana bu qog'oz singari. Men ham tekislab ko'rsam bo'ladimi? Mana. Qaranglar, men qog'oz ishlab chiqaryapman. Mazza ekan. Bu yerda qog'oz chiqindilarini tashab yuborishmas ekan, ulardan mana shunaqa zo'r sumkacha, keyin mana bunaqa narsalar qilishar ekan. Mana men bilan birga tomosha qildingiz, qog'oz yasash qanchalik qiyinligini. Men o'zimga ishonch hosil qildimki, Samarqand rostdan ham qog'oz shahri ekan. Sizlar ham kelinglar, tavsiya qilaman. Mazza qilib ketasizlar.